Oldingi paytlarda yangi yil. To'rlari 2006-yil ham kelyapti, ertaga yangi yil. Turlari, oningni baqirtirmalaring bolaman. Siz nima Qorboboni kiyimini kiyib oldingiz, necha 12da kiyasiz? Issiqqina ekanda, keyin bolalarga sovg'a ham oldi. 12da beraman, yo'qol 12da olasan. Har joyda bezatilgan archalar, yoqsaydi qor parchalar. Sehrli bo'lib qoldi kechalar, yarim kun eshik ochilar. Kim nimani orzu qilgan bo'lsa, bu narsa uyiga borsin deb. Nima qilasizlar? Ovqat yepishdimi? O'zimiz ovqatni ertaga yeymiz, bugun mehmonga boramiz. Nima shu odam ko'rsa, nima yuradi? Voy, bu yil yangi yil qilmadinglarmi? Yo, adasi ruxsat bermadilar, qilmadik. Borganda dasturxondan biror nima oladiz. Hech narsa yo'q ekan, lekin men piyola oldim. Sen jinimisan? Shuncha piyola bor ekan-ku. Voy, bilmay qopman, adasi bezatib qo'yibdilar-de. Aldamang. Jasur qo'shninga boramiz, dasturxon to'la bo'ladi. Mashdan to'y chiqib ketish kerak. Ana shu ananas qimmatga tushganda qo'shni. Xuddi mana shu shokoladni Moskvadan olib kelganman. Bitta ichaylik chiqadi. Mana shu shampanskini ham juda qimmatga so'raganini sotmagandim-a. Ko'rgazmaga qo'yilgan ekan-da unda. Menga ham bitta rulet olib bering, biz ham yomay o'tiribdi. Qaytan ananasni nomard qimmatga olganman. O, ana, odobnoma o'qituvchinikiga keldik, jaziyoli odamlar eshilar. Kel, qo'y, yumshoqni men bosib oldim. Ustozim. Men ichaman har kuni. Sani deb ichmayman men. Ichmoqchiman. Ha, nimadir olinglar. Постой, паровоz, не стучите колеса. Bular yeyish uchun oldin ichish kerak ekan. Yangi yil kirib kelishiga 15 minut qoldi. Turaylik, ko'chada kutyapmiz. Bo'pti, biza ketdik, shuni qoldi. Soat millari hayot sabog'ini eslatar go'yo. Yillar to'ldiradi umrda. Bu yolg'on emas, hayoki. Ay, salyut qani? 38 ga kirib hali salyut ko'rmadim, faqat ovozini eshitaman. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor.